Videoni boshlashdan oldin bu texnikani sizlarga nima deb maqtasam ekan deb rosa o'yladim. Bu texnikani ortiqcha maqtab o'tirishim kerak emas, chunki sizlar hammanglar bu texnikani yoddan bilasizlar. Keyin ko'pchilik bizani bu texnikalarni, ya'ni Lugong texnikalarini sotmay qo'ydi, olib kelmayapti ekan deb o'ylashibdi. O'rtoqlar, unaqa emas. Bizda Lugong texnikalarini 1.8 kubadan 3 kubagacha bo'lgan frontalniy pogrushchiklari sotuvda haligacha bor. Kelinglar, men sizlarga hozir 1.8 kubalik Lugong 835N modelini eng byudjetli variantini sizlarga video obzor qilib beraman. Aytib o'tganimdek, bu texnikamizning ko'shi 1.8 lik, dizaynlarimiz eng zamonaviy, chiroyli qilib ishlangan. Texnikamizning yuragi bo'ladigan bo'lsa, eng ishonchli bo'lgan dvigatellardan biri Yuchay 4 silindrlik motor qo'yilgan. Bu texnikaning motorini hamma biladi. Zapchast taraflama ham, o'zini tutishi borasida ham ko'pchilik bu haqida ma'lumotga ega. Topливо sistemamiz esa apparatli. Zinalarimizga chiqadigan bo'lsak, bu yoqda bak ko'rishimiz mumkin. Bunaqa bakdan ikki yoq tarafida ham, bitta tarafida bu gidravlika moyi uchun, bir tarafida esa solarka uchun. Bismillah. Tepaga chiqib ko'ramiz. Bu yoqda ko'rayotganingizdek, bizlardan agar texnikani xarid qiladigan bo'lsangiz, mana shunaqa zip naborlari bo'ladi. Ko'rayotganingizdek plomba qilingan ekan, ochilmaydi. Ichida o'zining instrument, ключlari, filtrlari, hamma narsasi bo'ladi. Bismillah deb kabinaga chiqib olamiz. Kabinamizning obzori juda ham keng, katta, shinam. Sidenalarimiz pnevma sidena, rullarimiz yumshoq, tablolarimizda hamma kerakli bo'lgan priborlarimiz bor. Moto soatlari, mosti, transmissiyani, moylarini, temperaturasini ko'rib turish uchun tablosi va bakda necha litr solarka qolganini ko'rib tursanglar bo'ladi. Konditsioneri, pechkasi hamda magnitofonlari bor. Kabinasi shumkasiga ham ahamiyat qiling. Ichkarida o'tirib gapirganimda ancha boshqacha, tashqarida chiqib gapirganimda ancha boshqacha. Bu texnikamiz bizda eng byudjetli varianti edi. Narxi taxminan 350 millionlar atrofi bo'ladi. Ana endi bu texnikani akasiga o'tamiz. Bu Lugong 856H modeli bo'ladi. Bu texnikamiz to'liq karyerga moslashtirilgan, tonnasi yuqori, upravleniyasi joystikda bo'lgan texnikamiz bo'ladi. Bunda ham xuddi shunaqa zinapoyamiz oldida gidravlik baki bor, u yoq tarafida esa solarka baki. Bismillah deb bunga ham chiqib ko'ramiz. Ko'rayotganingizdek, bunda ham xuddi o'shanaqa zip komplekt naborimiz. Ключlari, instrumentlari, zapas qismlari, hamma narsasi bor. Bu yoqda kabina uje boyiga nisbatan ancha kattaroq. Ko'rayotganingizdek, bemalol o'tirsa bo'ladi. Qulay, keng qilib ishlangan. Bu yoqda knopkalarimiz bor. Migalkalarni yoqish, oynalarni isitish, konditsionerimiz, pechkamiz, magnitofonimiz va pardalarimiz oldi hamda orqa qismlarida bor. Ana endi birgalikda texnikamizning kapotini ochamiz. Kapotini ochilishi ham bilasizlar, o'zgacha. Kapotimiz yengil plastikdan ishlangan, shunga qaramasdan baquvvat kapot. Radiator qismiga ham ahamiyat qilsanglar bo'ladi. 3 ta seksiyaga bo'lingan. Ancha ob'yomda o'ziga antifrizni sig'dira oladi. Shuning hisobiga havo sirkulyatsiyasi, ya'ni sovutib berishi anchagina kuchaytirilgan. Texnikamizda Cummins motor o'rnatilgan, 6 silindrlik, 225 ta ot kuchi bera oladigan. Topливо sistemasi esa apparatlik qo'yilgan. Motorimizning umumiy ko'rinishi shunaqa. Ahamiyat qilsanglar bo'ladi. Texnikamizda Fops Rops sistemasi bor. Fops Ropsimiz nima deydigan bo'lsa, kabinani karkasi anchagina mustahkam qilingan qo'shimcha temirlar bilan. Agar texnika og'anab ketadigan bo'lsa yoki og'ir narsa bosib qoladigan bo'lsa, o'zini tutib himoya qilib bera oladi. Operatorga hech nima qilmaydi. Boyiga aytib o'tgan dizel bakimiz mana o'ng tarafga joylashtirilgan. Quyishimiz juda ham oson va kalitda himoyalangan. Hech kim sizlarning solarkalarni o'g'irlab keta olmaydi. Texnikamizning baloniga keladigan bo'lsak, 23,5 ga 25 armur balon qo'yilgan. Bitta shu zavodskoy balonning o'zi sizlarga ancha muddatga yetadi, chunki sifatli kauchukka baland bo'lgan rezinalardan qo'yilgan. Ana endi o'rtoqlar, aytib o'tganimdek, bizda Lugong texnikalarini 1.8, 3 kuba, hamda 3 kuba bo'lgan texnikalarimiz hammasi sotuvda tayyor turibdi. Agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bir kunda Megavan kompaniyasidan xarid qilsanglar bo'ladi. Aytgancha, bu texnikalarimizni bo'lib to'lashga xarid qilsanglar ham bo'ladi. Boshlang'ich to'lov 30%, qolgan qismini esa 13 oygacha bo'lib to'lab olsanglar bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.